Uchun farzand tug'ilganda, raddomda onaning qornidan farzand dunyoga kelishligi bilan taroziga qo'yib tortilinadi. Chaqaloqning vazni o'lchaniladi. Nima uchun? Kimga keragi bor bu vaznni? Kim uchun qiziq bolani necha kilo tug'ilganligi? Buni bir ahamiyatli tarafi bor ekan. Eskilarimizdan qolgan go'zal an'ana bor ekanki, buni ayoli homilador bo'lgan, shunaqangi bir oilalar eshitsa qani. Qaysi bir ayolki tug'sa farzandining kilosi o'lchanadi. Nima uchun? Chunki onaiki 9 oy vujudida bamisol bir go'shtni ko'tarib yurdi. Farzand go'sht. U necha kilo tug'ilishligiga qarab 3 kilo bo'ladimi, 2,5 kilo bo'ladimi? Ana shuncha go'shtni iste'mol qilishligi kerak bo'ladi ayol kishi. Erkaklar mana shu joyda hushyor bo'lsinlar. Farzand ko'rdi, necha kilo tug'ildi? 3 kilo. Demak, ayoliga 3 kilo qo'y go'shtini olib yedirsin. Nimaga? Chunki ayol kishi qornidan 3 kilo go'shtni sarfladi, quvvatini sarfladi. Endi uni o'rnini to'ldirib qo'yish kerak. Qarang qanday go'zal. Ayol baquvvat bo'ladi. Ko'p qaynalar yoki qaynatalar yoki oila a'zolari buni g'ash oladi. Kelin ko'p go'sht yeyapti. Ya buni g'ash olmaslik kerak. Haqiqaga so'yilgan go'shtni eng ko'p yeyishlikka haqli bo'lgan bu tuqqan ayol hisoblanadi. Tuqqan ayolga e'tibor berilsagina farzandlar zo'r. Shuni odat qilinglar, hushyor bo'linglar erkaklar. Mana shunaqangi ko'payish arafasida turgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglarki, ayoli necha kilogram farzand ko'radigan bo'lsa, o'shancha go'shtni ayollariga olib yedirsinlar. Qo'rib bersinlar, shashlik qilib bersinlar. Xullas yedirsinlar.